Shifokorlar uchun yaxshi yangilik. 2026-yil 1-yanvardan boshlab shifokorlar haftasiga 5 kun ishlaydi. Dam olish kunlari ish navbatchilik asosida tashkil etiladi. Prezident qaroriga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab tibbiyot xodimlariga bir qator yangi imtiyozlar joriy etiladi. Jumladan 15 yil stajga ega bo'lgan xodimlarning farzandlari uchun oliy ta'lim kontrakt to'lovining 30% qoplab beriladi. Ular sanatoriyada bepul dam olish yo'llanmasi bilan ta'minlanadi va davlat xizmatlari uchun to'lovlar miqdori 2 baravar kamaytiriladi. Bundan tashqari har yili 500 nafar ana shunday xodimni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ipoteka krediti asosida olingan uylarning dastlabki to'lovining 25% davlat tomonidan qoplanadi. Tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan har yili eng yaxshi shifokor, eng yaxshi tibbiyot muassasasi rahbari kabi nominatsiyalar bo'yicha tanlov o'tkaziladi. G'oliblarga 30 million so'mgacha, muassasalarga esa 500 million so'mgacha mukofot beriladi. Yangi qarorga muvofiq akkreditatsiyadan o'tgan davlat tibbiyot muassasalarining xodimlariga 2026-yildan boshlab lavozim maoshining 10% miqdorida oylik ustama to'lanadi. Ularning ilmiy maqolalarini chop etish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.